Assalomu alaykum, hurmatli dehqon akalar. Mana Oltiariqdamiz hozir eski Arab qishlog'idamiz. Mana shunaqa bodringlar ekilgan ekan mana Teplisaga. Hozir mana shu o'g'itimizdan Uzbegum nomli mana shu o'g'itimizdan shunga ishlatyapmiz. Birinchisi bu. 20 litrga 200 gram qo'shyapmiz birinchisini. Buni effektini sizlarga ko'rsatib beramiz. Nimalarga foydasi bor? Yo bu guldan tortib to paxta, bug'doy, sabzavot hamma yoqqa ketaveradi bu. 1 tonnalikda keladi Rossiyadan. Keyin betga keladi asosan. 1 tonnalikda keladi. Bu yerda o'zimiz bakalishkaga quyib, etiketga yopishtiryapmiz. Do'stasiga tushib ham bo'lmaydi o'zi asli endi nimagaki ishonarligi uchun hali nima deydi? Unaqadan o'tganligi uchun bu narsani bemalol o'verim bo'lib gapirilyapti. Agar qiziqqanlar bo'lsa hozir tagiga nomerni yozib tashaladi, bemalol telefon qilib nima kerak, qanaqa kerak so'raveradi. Agar bilmagan, tushunmagan joylaringda Ilhom akamni o'zi kelib tushuntirib ham ketaveradi. 12 aprel 2025-yil. Alloh barakasini bersin. Ogohlantir. Mana hurmatli akalar, behiga nok ko'chati ulanib. Mana shu ko'chatlarga ham beryapmiz mana. Birinchi holati. Mana hurmatli akalar, o'rikka ham sepib qo'yapmiz. Mana shu o'rikka mana. Olmagan kechki salqinda. Mana hozir 6:30 bo'lyapti. Kechki salqinda sepish kerak. Assalomu alaykum. Mana men Oltiariq eski Arab qishlog'idan dehqon mana shu narsa Rossiyadan keltirilgan narsa o'zi asli. Bu narsani Ilhom akamiz Farg'onalik dillar orqali yukladi bu o'yi. Bu narsa bu tonnada va 1 tonna bachoyda keladi. Keyin bakalashkasi, birkasi bu yerda O'zbekistonda ishlab quyilib garantiyali sotilyapti bu narsa. Mana hozir biz bodringga sepdik, ulangan ko'chatlarimizga sepildi, mana endi uzumimizga sepyapti. Buni natijasini 10 kun davomida biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana birinchi qatorimiz damiski bu, mana narigi studiyadan bag'ida sepilyapti. 10 kundan keyin natija bilinadi. Do'stlarga qiziqqanlar hozir nomerimizni tagiga yozib qoldiramiz, Ilhom akaga aloqaga chiqaverasizlar. Buni foydasi bu mana shu tanaga sepyapmiz hozir. Mana shu bargdan oladi. Bu mana shu bargidan oziqani olaveradi. 10 kun davomida shunday tanadan berib mana shu uzumga mevaga beradi, kuchdi. Mevani sifatli qilib iriklashtirib beradi uzumni. Albatta. Mana itogani ko'rsatamiz. 3 marta sepamiz.